Assalomu alaykum, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bu videoda siz bilan ManyChatda qanaqa qilib turib ManyChatga kamroq pul to'lashni ko'rib chiqamiz. ManyChatda o'zi nimasiga pul to'lashni hozir ko'ramiz. O'zi nimaga pul to'lanadi ManyChatda va uni qanaqa kamaytirishni. ManyChatda avval narxlarni ko'rib olamiz. ManyChat $15 dan boshlanadi. Become Pro qilsa bo'ladi. Mana bu yerda bor edi. Nechta kontakt ishlasa mana. How many contacts do you expect to engage? Ya'ni biz nechtadir kontakt bilan gaplashsak, uni summasi oshib boraveradi. Mana misol uchun 4000 ta kontakt bilan gaplashsak, 4600 ta $45 bo'ladi. Вообще-то 22000 ta bo'lsa, 165 ta bo'ladi. Bu kontakt degani ManyChatda любой yozgan odammi, bu Instagramimizga yozgan odamni kontakt hisoblaydi. Shuning uchun biz bu kontaktlarni yo'q qilish harakat qilishimiz kerak. Endi Instagramda bizga bu kontaktlar 24 soatdan oshiq vaqtdan keyin kerak emas. Biz ularga oshiqcha xabar jo'nata olmaymiz. Shuning uchun biz bu kontaktlarni o'chirib tashlash harakatini qilishimiz kerak. Buni ikki xil yo'li bor. Mana bu yerdan o'chirib tashlasa bo'ladi. Mana misol uchun bu yerga filtr qo'yiladi, plus condition qo'yiladi va mana bu yerdan System Fields'dan Instagram tanlab turilib last interaction Instagram qilib turib more than one day, ya'ni bir kundan oshiq biz bilan bog'lanmaganlarni bitta aniqlaymiz. Mana shuncha odam bilan hammasini belgilaymizda, mana 422 ta bulk actions bosib turib delete kontakt qo'yamiz. Bo'ldi, biz bularga keyin boshqa pul to'lamaymiz. Mana delete deb yozdik va delete qildik. Bular o'chirilib ketadi. Mana hozir o'chirib bo'ldi polni o'sha bir kundan oshiq biz bilan bog'lanmaganlarni. Endi xuddi shuni har kuni o'zi qilib o'tirsangiz bo'ladi, lekin bu qachondir esingizdan chiqib qolishi mumkin yoki siz kimgadir topshirmoqchi bo'lsangiz, uni esingizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun biz buni avtomatlashtirishni ko'rib chiqamiz. Automation bo'limiga o'tamiz. Plus new automation. Tepada mana plus start from scratch. Start with a blank, ya'ni bo'shdan boshlaymiz deymiz. Videoni ko'rish davomida YouTube kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sabab kanalimga chiqqan eng yangi darslarni va boshqa foydali videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Video foydali bo'lsa like bosing va fikringizni izohlarda yozing. Trigger qo'shamiz. Bu yerda triggerlarimiz bor. Instagram trigger, endi contact events degan triggerni bosamiz va new contact created, ya'ni yangi kontakt bizga bo'lishi bilan u yog'i davom etadi. Demak, u yog'i davom etadi. Buni uddalit qilamiz. Bu yerda qo'yishimiz kerak smart delay, ya'ni nechadir soat kutadigan. Buni misol uchun kun qo'yib qo'yamiz. 3 kundan keyin o'chirib tashlaydigan. 3 kun qo'ydik. Endi 3 kundan keyin buni unda cho'zamizda plus action qo'yamiz. Actionga mana bu yerda bor, delete contact bor. Delete contact qilamiz. Bo'ldi. Xuddi shu holatda set leave bossak, mana confirm qil deyapti, confirm bos deyapti. Confirm yozamiz. Confirm. Bo'ldi, buni ishlatib qo'yishimiz kerak. Mana bu ishladi. Endi mana hozir tayyor bo'ldi. Bu oson. Endi 3 kundan keyin bizga yangi kontakt keladi va u 3 kundan keyin bizdan uddalit bo'lib ketaveradi. Yoki mana bunaqa qilishimiz mumkin. Buni o'zgartiribroq qo'yamiz. Ya'ni 3 kundan keyin tekshirib ko'radigan. Condition plus condition qo'yib turib system fields Instagram last interaction in Instagram qilib turib bizdan bir kundan oshiq bo'lmaganlar mana ikkiga bo'lib olamiz. Instagram bir kundan oshiq bo'lganlarni delete contact qilib olamiz. Faqat shularni. Bularni misol uchun yana 3 kundan keyinmi tekshiradigan qilib qo'ysak bo'ladi. Shunda biz bilan aniq bir kundan ko'p bog'lamaganlarni aniqlab turib, ularga qanaqadir nima qilsak bo'ladi. Ularni alohida ajratib turib, ularni uddalit qilsak bo'ladi. Mana buni ham yana 3 kun kutadi-da. Mana bu bir kun bo'lmaganlarni undan keyin o'chirib tashlaydi. Mana общий bo'ldi. Confirm qilishimiz kerak yana. Tayyor. Xuddi shu holatda bu botimiz ishlaydi va kontaktlarni tozalaydi. Video bo'yicha qanaqadir fikringiz bo'lsa, izohlarda yozing, like bosing, ulashing. Telegram kanalimda YouTube ga qo'yilmaydigan videolar va boshqa foydali postlar bo'ladi. Video ostidagi linkka bosib, Telegram kanalimga obuna bo'ling.